Men hozir Tehron ko'zlar she'rini aytib bermoqchiman. Sizga boqib turgan bu Tehron ko'zlar meniki emas do'stlar. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan ekanman, bechora deydilar qismating ekan. Bilmadim kun nima yoki tun nima. Bahor nima, o'zi yo yulduz nima, ertadan kechgacha o'tirardim jim. Axir yumuq edi mening ko'zlarim. İlk bahorda Toshkentdan dadam. Doktor olib keldilar, quvondim biram. Professor ekan ko'rdi ko'zimni. Tingladi hasrat bilan mingli so'zimni. Davolayman dedi, ammo juda qiyin. Dilim tug'yon urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor birorta odam. O'z ko'zini bersa-da dahshat bo'lsa ham. Tezda do'stlarin to'pladi dadam. So'radi yordam. Ko'z hadya etmabdi qarindoshlar ham. Bir kun sukunatda o'tirardim jim. Hayhot uydan ko'tarildi achchiq bir faryod. Voy onam faryodi nega qichqirdi? Irg'ib turgan edim, kimdir o'tkazdi. Keyin bilsam bechora onam o'z ko'zini beribdi dahshat bo'lsa ham. Doktor nigohlarini uyib olibdi. Darddan munisginam faryod solibdi. Operatsiyadan bir hafta o'tgach, ulug'ro'z tabibi ijozat etgach, ko'zimdan do'koni oldim u shartta. Men dunyoni ko'rdim birinchi marta. Oshifta dunyo bu, osmon yulduzoy. Odamlarni ko'rdim hoynahoy. Onajon deb uyga kirsam, oh bu men noshudga harom bu hayot. Onamning ko'zlari endi ko'r edi. Ingrardi bechoraning dardi zo'r edi. Onam payposlanib boshimdan tutdi. Yangi ko'zlarimdan mehrla o'pdi. Sizga boqib turgan bu Tehron ko'zlar meniki emas do'stlar, onajonimniki.